turgan bu vaziyatingiz har bir ota-onani boshiga tushishi mumkin bo'lgan holat hisoblanib, ko'pincha bunaqa holatlarda ota-onalarimiz vahima qo'rquvga tushadi va bolalariga qanaqa birinchi yordam ko'rsatishni bilmay qolishadi. Bugun men sizlarga shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Juda ham foydali video hisoblanib, yaqinlaringizga ham bo'lishni esdan chiqarmang. Bolaga yot jism tiqilib qolganda ko'pincha yuz holatidan bilsa bo'ladi. Masalan, yuz holati ko'karish, qizarish holatlari va nafas olish jarayoni qiyinlashadi. Bunda bola hattoki yig'lamay qoladi. Agar bola yig'layotgan bo'lsa yoki yo'talayotgan bo'lsa, bu normal holat hisoblanib, boladan yot jism chiqib ketayotganidan dalolat beradi. Agar bunday tovushlar bo'lmasa, demak bolaga birinchi yordam ko'rsatish kerak. Birinchi bo'lib bolani to'g'ri pozitsiyaga keltirib olamiz. Qo'limizni mana shunaqa holatga qo'yib olamiz. Bolani mana shunaqa holatda pastga qaratib yotqizib qo'yamiz va qo'limizni sekin-astalik bilan urishni boshlaymiz. Mana shu holatda urib ko'ramiz 4-5 marta va sekin bolani oldi qismiga o'giramiz va yuz qismiga qaraymiz. Agar bolani og'zida yot jism paydo bo'lsa, uni sekin-astalik bilan olib tashlaymiz. Agar bola shunda ham o'ziga kelmasa, unda keyingi taktikaga o'tamiz. Bu taktika ko'pincha oldi qismi bilan urish bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5 qilib urib, og'ziga qaraymiz. Agar og'izdan yot jism chiqib ketmagan bo'lsa, yana eski holatni takrorlaymiz. Yana shu holatga keltirib, orqa machosiga urib ko'ramiz va oldi machosiga ham urib ko'ramiz. Bu holatda qayta-qayta takrorlash kerak bo'ladi. Esingizda bo'lsin, agar yoningizda sherigingiz bo'lsa, darhol tez yordam chaqirishni unga buyurib, siz bu holatni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Aslo bu xatoni qila ko'rmang. Bola tiqilib qolganda ota-onalarimiz vahimaga tushadi va og'ziga qo'lini tiqishi boshlaydi. Bu holat bolaga asfiksiyani yana ham og'irlashtirish holatiga olib kelishi mumkin. Ya'ni siz yot jismni yana ham ichkariga kirib ketishi va bolani holatini yana ham og'irlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Qo'lni tiqadi va yot jism ichkariga qarab kirib ketib qoladi. Bu holatda ko'pincha kichkina bolalarda bo'lgan, bir xil bolalarda chupa-chupslar yoki mayda konfetiklar bo'lgan, shu imенно bronx yo'liga tiqilib qolib, birinchi yordam ko'rsata olmay o'lim holatlariga ham olib kelgan. Shuning uchun ham umuman qo'l tiqish mumkin emas. Sizda ham shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Va siz bolaga qanaqa birinchi yordam ko'rsatgansiz? Shu haqida kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Bundan tashqari, agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.